Assalomu alaykum bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. Sizlar bilan Tilibiron ko'rsatuvi va men Odinaxon To'xtasinova, hamkorimiz mazali, mevali, yoqimli Kango. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Diyora. Diyoraxonmi? Agar sizga ruxsat berishsa, uyga qanaqa hayvon olib kelasiz? Qo'shqa. O'zbekchasi nima? Ket. Bir-biringizga kim bo'lasizlar sizlar? Aka, bu men singlim bo'ladi, amam bilan akasi. Aka singil bo'lamiz-da biza. Aka mendan sal katta-da, Najiza jimnina gulpajoken. Men esa Najizani. Ko'rinishingizdan sportsmenga o'xshaysizlar-a? Qaysi sport turiga qatnashasizlar? Futbol. Futbolmi? O'ldirdi-ku. Qani qayerda ko'rinadi? Bu medallarni sotib oldinglarmi? Sotib oldik. Shomni lekin biz bunaqa qilganmiz. Futbol o'ynagan. Futboldan berishgan. 6-5 ga o'tdik. 6-5 ga o'tdinglarmi? Ikkalanglar bitta komandada o'ynaysizlarmi? Qarshi chiqamiz. Bular kimniki? Mana bizaniki. O'zi nima bu? Qani bitta ko'ring-chi. Kubok. Kubok. Kalasi bir xilmi? Bir xil bo'lsa unda bittasini men olib qolaman, bo'ptimi? Yo'q. Qizg'anchuvmisizlar? Mayli, qaytarib berdim. Mana. O'zi buni nima qilish kerak? Sahnani chiqib qo'yish kerak. Saqlab qolish kerak. Ichiga choy damlasa bo'lmaydimi? Yo'q. Choynak chunki choy ochilmaydi. Choynakga o'xshalganda. O'xshamaydi. Choynakda ikkita narsa yo'q-ku. Sizdan kim kechirim so'rash kerak? Ko'proq o'rtog'im meni ko'proq uradi, o'shanga o'rtog'im. Qaysi o'rtog'ingiz? Meni uyliga yana akam bor. Akam ko'proq meni uradi o'shanga. O'zi nimaga sizni urishadi ular? Bilmayman. O'zidan o'zi uradi. Yuzimga, orqamga sharg'alatib uradi. Unda o'rtog'ingiz bilan o'ynamang. Meni o'rtog'im yaxshi, Ha. akam yomon. Ha, akangiz yomonmilar? Siz uchun eng qiyin ish nima ish? Ko'proq moyka qilish. Daraxtlar taxti marjon dedingiz-ku? Marjon degani nima degani? U degani o'zbekchasiga fonarik bu. Ha. O'zbekcha fonarik bo'ladi-yu, o'zbekchaga marjon, u o'zbekchaga fonarik-da. Demak, daraxtlarda fonariklar bo'ladi. O'zi daraxtlarni ko'rganmisiz? Ko'rganman. Biz mashinada o'tayotganimizda ko'rganman. Daraxtlarda nimalar bo'ladi? Daraxtlarda olmalar bo'ladi, bananlar, palmalarda bananlar bo'ladi, kokoslar bo'ladi. Siz nimaga buncha aqllisiz? Chunki men oyimga qarashaman, o'yladi. Uchalam yaxshi beraman, yaxshitanaman. Barakalla. Toshkent shahridagi eng zo'r joy qayer? Gorka. Amerikanskiy. Terbashdan. Birinchidan Toshkentda eng baland zdaniya, ikkinchidan u juda chiroyli, uchinchidan joy ko'p. Ko'p odam keladi. Bo'ldi, akani javobini qabul qilamiz. 1-0. Ikkinchi savol. Daraxtda qaysi hayvon yashaydi? Olmaxon, qush olmaxon, ip. Olmaxonni kim birinchi aytdi? Ma. Ikkinchi aytdilar-ku. Olmaxon. Belka. Bo'ldi, короче, bor. Bitta, ikkita narsa yetdi. Bo'pti. 1-1 qilamiz unda. Ikkingizga bitta beraylik. Menda ham bitta 2-1. Yo'q, 1-1. Mana aytdim-ku buni. Siz qachon aytdingiz? Men birinchi bo'lib Aytmadingiz, ukangiz aytdilar. Ana ukangizlardan so'rang, to'g'rimi? Siz aytdingiz-a birinchi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Shundan nechi? 2-1. 2-1 bo'ldi. 2-1 emas. Senda 2, menda 1. Mayli. O'sma nima? O'sma bu rastlinlarning o'sishi.
Yo'q. Qo'shga so'ragan narsa. 3-1 bo'ldi, ukangiz topdilar. Kosmetika. Mahalliy kosmetika. Barakalla. Men aytdim-ku bundan qalamga. Qalam. Bular birinchi aytdilar-ku. Qoshga so'radigan dedilar-yu bular. Men dedim buni. Men dedim. Kim uyingizda hurri yotadi? Ammam. Akam. Ammam. Ammingiz eshitib turibdilar. Hurri yotaganlar, slishkim charchagan bo'lsa o'shanga yotsa. Bo'lishi mumkin, to'g'ri. Men Akbar Shohman. Akbar Shoh. Shohingiz qani? Shohimni oldirdi, yana o'sadi lekin. Bekor oldiribsiz. Zato yo'g'onga chizdirdim. Kim oldirib tashladi sochingizni? Oyim. Stovi chiroyli bo'lishi uchun proteziga borgan dedi. Menga olib keldingizmi? Da. Voy. Men yasaganimni olib ketib qoldi. Rahmat, kattakon. Asila, nega o'zingiz yasamadingiz? O'zim yasadim telefondan ko'rib. Hecham aldimi? Acham bilmaydi. Acham men hammasini yasadim. Acham bilmaydi, siraychi. Hayvonlar suvda nima qiladi? O'zining molxonasi bor, molxonasida hamma narsasini yopib tashlashadi. Bo'rini ko'rsa, nima qilish kerak? O'zini uyiga haydab olish kerak. Bizlarning qishlog'imizga bo'ri chiqqan. Bo'ri chiqqanmi? Keyin amaki dadam haydab olganlar. Haydab yuborishganmi? Dadalarga nima yoqadi? Ano, katta narsalar. Qanaqadir qimmat narsalar. Qimmat narsalar. Uzuk. Men aytdim. Qiz bola. O'g'il bolaga kelgan uzuk ham bor. Sizlar ham oilani xursand qilib turasizlarmi? Nima qilasizlar? Men ayamga dadam uyda bo'lganimda dadamga aytaman pul bering deyman, pul beradilar, keyin buvam bilan bu al debdi. Aldayotganlarni qayerdan bildingiz? Bu bir payt pul dadasiga men ayamga pul bermen degan, babamga berib yuboradi degan shuning uchun. Yo'q. O'rtog'i sizdan xafa bo'lsa maylimi? Yoki siz xafa bo'lmadingizmi? Yo'q. Oyi, uyqum kelmayapti, desangiz nima deydilar? Maylim deydilar. Maylim deydilarmi? Keyin uxlamay o'tirasizmi? Televizor ko'rib o'tiraman. Yaxshi emas-ku, bolalar voqili uxlash kerak. Adam meni tepadan haydab yuborganlar. O'shandan haldan beri tepada pastda o'tirman. Tepada yotish xohlaysizmi? Asila aytgan akangizga soatlarini bersinlar. Bermaydi. O'zi aytsam ham. Qizg'anchiqmilar? Ha. Fanar ko'chirganmi? Layli fanarlar bor deysan akalardan. Asila, siz ham qizg'anchiqmisiz? Da, qizg'anchiq. Yechim men sizdan qizg'anmayman faqat. Yechimmayman. Men sizdan xudo xohlasa o'zi yopib kelaman tilla. Men bitta narsani bilib oldim. Sizda Asiladan ko'p zile bor. Qani? Uyingizda? Yo'q-ku, taqmayman-ku. Men qayerdan bilaysiz? Xohlasangiz taqasiz, xohlasangiz taqmaysiz. Bu men sevmam emas. Qanaqa odamlar yomon deb hisoblanadi? Nimadir urishgan, o'yishni yaxshi ko'rmagan, odamlarga har kuni misol qilib, qitmochi qilib urgan, keyin xudoni yaxshi ko'rmaydiganni, aka qachon o'yishini yaxshi ko'rmaydigan, qachon Farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishini xohlasangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.